Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Sizlar bilan Islom Shahboz. Bugun Axborotnoma 96/2007 kitobining 4-mavzusi umumiy bo'luvchi va umumiy karrali ekub va ekuk mavzusidagi misollarni ishlashni boshlaymiz. Bu misollarni ishlashimiz uchun ekub nima, ekuk nimaligini, natural bo'luvchilar sonini, natural bo'luvchilar yig'indisi, o'zaro tut sonlar haqida ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak ekan. Hozir sizlarga bo'luvchilar, karralilar, ekub, ekukni tushuntirib beraman. Qolganlarini esa misollar yechish davomida o'rgatib ketaman. Sonning bo'luvchilari deb shu berilgan sonni bo'lishimiz mumkin bo'lgan sonlarga aytiladi. Masalan, 6 soni. 6 sonini biz bo'lishimiz mumkin ekan 1 ga, 2 ga, 3 ga va 6 ni o'ziga bo'lishimiz mumkin. Demak, 6 ning bo'luvchilari 1, 2, 3, 6 sonlari tushuniladi. Xo'p, sonning karralilari, ya'ni sonning karralisi deganda shu sonni nechadir marta orttirishdan hosil bo'lgan sonlar nazarda tutiladi. Xo'p, 6 sonini karralilari 6 ni o'zi 12, 18 va hokazo davom etib ketadi ekan. Xo'p, ekub va ekuk. Ekub degani eng katta umumiy bo'luvchi tushuniladi. Ekub topishda har doim ikkita yoki undan ortiq sonlar ishtirok etadi. Masalan, deylik 12 va 24 sonini ekub va ekuklarini topaylik. Birinchi ekub va ekukni topishimizda 12 sonlarni tub ko'paytuvchilarga ajratamiz. Tub ko'paytuvchilarga ajratish deganda, hop, eng kichik tub sondan boshlab bo'lishni boshlaymiz. 12 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, 6, undan keyin yana 2 ga bo'linadigan, 2 ga bo'lsam 3, 3 ga bo'lsam 1. Hop, demak 12 soni bizda 2 dan 1 2 ta ekan, 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 3. Hop, 24 soni. 24 sonini tub ko'paytuvchiga ajratadigan bo'lsak, eng kichik tub sonim 2 va 2 ga bo'linadi. 24 ni 2 ga bo'ladigan bo'lsak, 12 bo'ladi. Yana 2 ga bo'ladigan bo'lsak, 6, yana 2 ga bo'ladigan bo'lsak, 3 va 2 ga bo'linmaydi. Endi keyingi tub songa o'taman. Bu ya'ni 3 bo'ladi. 3 ga bo'ladigan bo'lsak, 1 hosil bo'ladi. Bo'lish 1 gacha davom etadi. Xo'p, 24 soni demak 2 dan 1, 2, 3 ta ekan, 3 dan bitta ekan. Shu holatiga demak tub ko'paytuvchilar ko'paytmas shaklida yozish deyiladi. Endi shu holatga keltirib olganimizdan keyin ekubda umumiy bo'lganlarining darajasi kichiklari olinadi. Shu yerda esdan chiqarmaylik, umumiy bo'lish shart. Umumiy deganda tub ko'paytuvchilar nazarda tutiladi. Ya'ni shu tub ko'paytuvchilar, umumiy tub ko'paytuvchilarning darajasi kichigi olinadi. Demak, yozaman. Ekub 12 va 24. 12 va 24 da umumiysi ikkalasida ham 2 bor ekan, 2 ning darajasi kichigini olaman, ya'ni 2 ni olamiz ekan. Keyingisida ikkalasida ham 3 bor ekan, demak 3 ni olaman. Ikkalasida ham darajasi bir xil bo'lgani uchun bittasini olib ketamiz. Demak 2 ning kvadrati bu 4, ko'paytirilgan 3, natija 12 bo'ldi. Xo'p, keyingisi, endi shuni ekukini topaylik. Ekuk qanday topiladi? Ekuk aytadiki, tub ko'paytuvchilarga ajratgandan so'ng umumiy tub ko'paytuvchilarning darajasi kattasi, demak bizda 2 bor va darajasi kattasi 3 olinadi ekan. 3 bor, darajasi bir xil, o'zini olamiz ekan. Demak, hisoblaydigan bo'lsak 8 ko'paytirilgan 3 bu 24 bo'ladi ekan. Ekukda esingizlardan chiqarmanglar, umumiy bo'lganlarning darajasi kattasi va umumiy bo'lmaganlari. Tasavvur qilinglar, agar shu yerda 5 bo'ladigan bo'lganda, 5 ni ham olib ketardik. Hali yana misollarda ko'ramiz, to'liqroq tushunib ketasizlar. Endi ekub va ekukni asosiy xossasini o'rgatib qo'yaman shu yerda. Agar berilgan ikkita sonimiz bir-biriga karrali bo'lsa, ya'ni bir-biriga bo'linsa, kattasi ekuk bo'ladi ekan, kichigi ekub bo'ladi ekan. Mana haqiqatdan ishlab chiqdik. 12 va 24 bir-biriga karrali, ya'ni 24 ni 12 ga bo'lsam bo'ladi. Bu degani ekubi 12 bo'ladi ekan, ekugi 24 bo'ladi ekan. Bunaqa misollar keladigan bo'lsa, uni tub ko'paytuvchiga ajratib ishlab o'tirish shart emas. To'g'ridan-to'g'ri kichigini ekub, kattasini esa ekuk deb olib ketamiz. Misollarni ishlashni boshlasak. Birinchi misol. 8 va 6 sonlarining eng kichik umumiy karralisini toping deyapti. Xo'p, ekuk topish uchun birinchi tub ko'paytuvchiga ajratamiz. 8 2 ga bo'ladigan bo'lsam 4, 2 ga bo'ladigan bo'lsam 2, 2 ga bo'ladigan bo'lsam 1. 6 2 ga bo'ladigan bo'lsam 3, 3 ga bo'lsam 1. Xo'p.
8 ni yozib olamiz. 8 ni demak tub ko'paytuvchilar 2 dan 3 ta ekan. 6 ni ham shunday yozib olamiz tub ko'paytma shaklida. 2 dan bitta, 3 dan bitta. Ekub ishlayotganimizda umumiy bo'lganlarning darajasi kattasini, ya'ni 2, 2 bor ekan, ikkalasida ham demak darajasi kattasini, 2 ni 3-sini olamiz. Va umumiy bo'lmaganlarni ham, umumiy bo'lmagan bizda 3. 2 ni 3-si demak 8 bo'layotgan, uni 3 ga ko'paytiramiz. 3 kara 8 24. 8 va 6 sonlari uchun demak ekuk 24 bo'ladi ekan. Xo'p, keyingi misol. 630 va 198 ning umumiy bo'luvchilari nechta deyapti? Umumiy bo'luvchilar, ya'ni UBS. UBS ni topishimiz uchun birinchi o'rinda biz natural bo'luvchilar sonini bilishimiz kerak. Natural bo'luvchilar soni nima degani? Qanaqadir A soni bo'lsa va uni tub ko'paytuvchilarga ajratsak, ya'ni 2 ni A-si, 3 ni B-si va hokazo davom etadigan bo'lsa, bizga tub ko'paytuvchilarga ajratganimizdan so'ng natural bo'luvchilar sonini topish uchun formulasi bor ekan. Natural bo'luvchilar soni A uchun demak darajalarini olamiz ekan faqat. Tub ko'paytuvchilarning darajalari. Bizda birinchisi A, demak unga 1 ni qo'shamiz. Undan keyingisi B, unga 1 ni qo'shib ko'paytirib chiqamiz ekan. Shu shaklda davom etamiz. Ya'ni nechta tub ko'paytuvchi bo'ladigan bo'lsa, shuncha hammasini darajalariga 1 ni qo'shib ko'paytirib chiqamiz. Endi UBS ni ishlatganimizda, UBS ni topish uchun ikkita berilgan sonni ekubini topamiz. Ekubini topganimizdan so'ng ekubining natural bo'luvchilar sonini hisoblaymiz ekan. Xo'p, birinchi tub ko'paytuvchiga ajratamiz. 630 tub ko'paytuvchiga ajratsam, birinchi 2 ga bo'lsa 315 bo'layotgan, 2 ga bo'linmaydi. Endi 3 ga bo'laman. 3 ga bo'ladigan bo'lsa 105 bo'layotgan. 105 da ham yana 3 ga bo'laman. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, shunday hisoblayapman, chunki 2 ga bo'linishi, 3 ga bo'linishini bo'linish belgilarida o'rganganmiz. To'g'ridan-to'g'ri hisoblab bo'linadi, bo'linmaydi deb ketyapman. Demak, 105 ham 3 ga bo'linadi. Bu degani 35. 35 bo'linmaydi. Endi 5 ga o'tamiz. 5 ga bo'lsa 7, 1. Shu joyda bir narsani eslatib o'tib ketay. Tub bo'luvchilarni bo'lib chiqayotganimizda, tub sonlarga bo'layotganimizda e'tiborli bo'linglar, ketma-ketlikda ishlaganimiz ma'qul. O'zi matematikada tartib birinchi o'rinda turadi. Ya'ni tartib bilan ketishimiz kerak. 2 ga bo'linayotgan, 5 ga bo'linayotgan yoki 7 ga bo'linayotgan deb to'g'ridan-to'g'ri yozib ketmaylik. Chunki orasida son qolib ketishi mumkin, o'zingizlar chalkashtirib olishinglar mumkin yoki darajani hisoblayotganda adashib ketishinglar mumkin. Masalan, aytda 3 ta ishlatib, keyin oxirida 3 ishlatsam, bitta 3 ta tashlab ketib qolishim mumkin. O'shaning uchun tartib bilan, ya'ni kichigidan kattasiga qarab bo'lib chiqqanimiz ma'qul. Demak, 630 teng bo'lar ekan 2 dan bitta, xo'p 3 dan 2 ta, 5 dan bitta, 7 dan bitta ekan. Endi 198 ni tub ko'paytuvchilarga bo'laylik. Hop. 2 ga bo'lsam 99, 3 ga bo'lsam 33, 3 ga bo'lsam 11, 11 ga bo'lsam 1. Demak, 198 sonim teng bo'lar ekan 2 ko'paytirilgan 3 ning kvadrati ko'paytirilgan 11. Xo'p, UBS ni topayotganimizda, demak, aytganimizdek ekubini hisoblaymiz. Demak, ekub 630 va 198 sonlari uchun necha bo'lar ekan? Ekub topayotganimizda umumiy bo'lganlarning darajasi kichigini olamiz. Umumiy bizda 2 bor ekan, demak ikkalasining darajasi teng, bittasini olaman va 3 bor ekan, ikkalasining ham darajasi teng ekan. 3 ning kvadrati. Xo'p, 2 ko'paytirilgan 3 kvadrat topib oldik. Endi buni hisoblab o'tirishim shart emas, chunki natural bo'luvchilar sonini topayotganimda xuddi shu holati kerak edi. To'g'ridan-to'g'ri olib kelib qo'yamiz ekan. Demak, UBS 630 va 198 sonlari uchun teng bo'ladi ekan. 2 ni birinchi darajasi degani 1 plus 1. 3 ning kvadrati, demak 2 plus 1. Hisoblaydigan bo'lsak, 1 plus 1 2, 2 plus 1 3, 2 kere 3 6. 630 va 198 larning demak umumiy bo'luvchilar soni 6 ta bo'ladi ekan. Boshqatdan yana bir tushuntirib o'tib ketaman. Agar ikkita sonning umumiy bo'luvchilarini toping desa, birinchi ekubini topamiz ekan. Ekubidan keyin shu chiqqan sonning natural bo'luvchilarini topamiz. Natural bo'luvchilar soni bu formulaga qo'yib yuboramiz. O'sha narsa demak umumiy bo'luvchilar soniga teng bo'ladi ekan. Xo'p, keyingi misolimiz 3-misol 10 va 8 sonlarning eng kichik umumiy karralisini toping deyapti. Xo'p. Demak,
10 ni tub ko'paytiruvchilarga ajratadigan bo'lsak, 2 ko'paytirilgan 5 bo'ladi. 8 esa 2 ning kubi bo'ladi. Ekub ishlatganimizda umumiy bo'lganlarning darajasi kattasini olamiz, ya'ni 2 ning 3-si, 2 bor ekan, 2 ning 3-sini oldik. Va umumiy bo'lmaganlar ham 2 ning 3-si 8 degani, uni 5 ga ko'paytiramiz, bu 40 bo'ladi. Xo'p, 4-savolimizda 6 va 4 sonlarining eng kichik umumiy karralisini toping, ya'ni ekubni so'rayapti ekan. Xo'p, 6 ni yozamiz, 2 ko'paytirilgan 3, 4 ni yozamiz, 2 ning kvadrati. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, bu misollarda bu holatda topmayapman, chunki kichkina son bo'lgani uchun to'g'ridan-to'g'ri yozib ketyapmiz. Endi umumiy bo'lganlarning darajasi kattasi 2 bor ekan ikkalasida, 2 ning kvadrati va umumiy bo'lmaganlar. 2 ning kvadrati 4 ko'paytirilgan 3. Javob 12 bo'ladi ekan. 5-misolimiz 840 va 264 ning umumiy bo'luvchilari nechta deyapti. Demak, yuqorida ishlagan misolimizga o'xshagan ekan. Ikkinchi misol bilan bir xil ekan. Xo'p, buni ishlashda demak 840 ni tub ko'paytiruvchilarga ajratamiz. 2 ga bo'lsam 420, 2 ga bo'lsam 210. Hop, 2 ga bo'ladigan bo'lsam 105, 3 ga bo'ladigan bo'lsam 35, 5 ga bo'ladigan bo'lsam 7, 7 ga bo'laman va 1. Hop, 264 sonni 264, 2 ga bo'ladigan bo'lsam 132, 2 ga bo'ladigan bo'lsam 66, 2 ga bo'ladigan bo'lsam 33, 3 ga bo'ladigan bo'lsam 11, 11 ga bo'ladigan bo'lsam 1. Xo'p, yozib yuboradigan bo'lsangiz yozib olamiz. 840 teng 2 dan demak 3 ta ko'paytirilgan 3, ko'paytirilgan 5, ko'paytirilgan 7. 264 2 ning kubi ko'paytirilgan 3, ko'paytirilgan 11. Xo'p, endi ekub topamiz. Ekubini topadigan bo'lsak, ekub 840 va 264 sonlar uchun bizda umumiy bo'lganlarning darajasi kattasi. 2 ning kubi ikkalasida ham bor ekan, bittasini olamiz. Xo'p, ikkalasida ham 3 bor ekan, 3 ni olamiz. Endi o'bisini hisoblayotganimizda, demak, nbsga qo'yib yuboramiz. Ya'ni darajalarga 1 ni qo'shib ko'paytiramiz. 3 plus 1 ko'paytirilgan 1 plus 1. Xo'p, 3 2 dan 3-si, 1 esa 3 ning birinchisidan keldi. 3 plus 1 4, 4 2 ga ko'paytirsak 8 bo'ladi ekan. Bu misollarda ishlatganimizda, demak, har doim ekubni topib, ekubdan keyin nbsni topamiz. Shu nbs bizda obsga teng bo'ladi ekan. Har doim ekub ishlatganda shu holatda yozish esdan chiqmasin. Ko'pchilik shu holatda tashlab ketadida, chalkashmovchiliklar kelib chiqadi. Maslahat berardim, har doim tub ko'paytiruvchiga ajratib, shu holatda yozib, undan keyin ekubni nimani so'ragan bo'lsa, topganinglar ma'qulroq. Misollar ishlashda davom etamiz. 6-misolga keldik. 6-misolda aytayaptiki, 420 va 156 ning umumiy bo'luvchilari nechta? Ya'ni obsini so'rayapti. 420 ni tub ko'paytiruvchilarga ajratamiz. Demak, 2 ga bo'lsam 210, 2 ga bo'lsam 105, 3 ga bo'lsam 35, 5 ga bo'lsam 7, 7 ga bo'lsam 1. Xo'p, 156 ni ajratamiz. 156 ni 2 ga bo'lsam 78, 2 ga bo'lsam 39, 3 ga bo'lsam 13, 13 ga bo'lsam 1. Demak, 420 teng bo'ladigan 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 3, ko'paytirilgan 5, ko'paytirilgan 7 ga. 156 teng bo'ladigan 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 3, ko'paytirilgan 13 ga. Xo'p, ekubini topamiz. Ekub 420 va 156 uchun hisoblaydigan bo'lsak, boya aytdikki, ekub topishda umumiy bo'lganlarning darajasi kichigini olamiz. 2 ning kvadrati va 3. Xo'p, obsda hisoblayotganda, demak, 2 ni ikkinchisi turibdi, 2 plus 1, 3 ning birinchisi turibdi. Hop, 1 plus 1. 3 ko'paytirilgan 2 teng bo'ladigan 6 ga. Xo'p, 7-savolda. 7-savolda n raqamining qanday qiymatlarida 10 plus n va 10 sonlarining eng kichik umumiy karralisi 60 bo'ladi deyapti. Bunaqa misollarda birinchi 60 ni tub ko'paytiruvchilarga ajratib olaman. Hop, 60 teng bo'lar ekan 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 5 ga. Xo'p, 10 ni tub ko'paytiruvchilarga ajratadigan bo'lsam, 2 ko'paytirilgan 5. Endi qanaqadir a soni deb tursam, shuni 10 plus n deb.
Xo'p, ekukda bilamizki, umumiy bo'lganlarining darajasi kattasi olinadi. Umumiy bo'lganlari, demak, 2 bo'ladigan bo'lsa, ko'ryapmiz, bunda 2 ning birinchisi bu a sonidan kelgan ekan, 2 ning kvadrati. Va umumiy bo'lmaganlari ham olinadi. A sonida demak 3 bor ekan. Shuni hisoblaydigan bo'lsak, xo'p, ikkita holatimiz bor. 5 ning birinchi darajasini ham olsak bo'ladi, lekin bizda n raqam bo'lgani uchun 5 ni ola olmaymiz. Demak, 2 ning kvadrati 4 bo'ladi. 3 ga ko'paytirsam 12 bo'ladi. Demak, 10 plus n teng bo'lishi kerak ekan 12 ga. Shu yerdan n teng 2 ligi ma'lum bo'lib qoldi. 8-savolda qaysi juftlik o'zaro tub sonlardan iborat? Xo'p, o'zaro tub sonlar deb e kubi 1 ga teng bo'lgan sonlarga aytiladi. Demak, umumiy eng katta umumiy bo'luvchisi 1 bo'lishi kerak ekan. Xo'p, 8 bilan 14 ni hisoblaydigan bo'lsak, ko'ryapmizki, ikkalasi ham 2 ga bo'linadi, demak o'zaro tub bo'lmaydi. 11 bilan 22 ikkalasi ham 11 ga bo'linadi, demak bu ham o'zaro tub bo'lmaydi. 12 bilan 35. Xo'p, 12 bilan 35 da umumiy bo'luvchisi 1 bo'ladi. Shuning uchun ham demak C variant to'g'ri bo'ladi ekan. D variant tekshiradigan bo'lsak, ikkalasi ham 2 ga bo'linadi. 10 bilan 26 ham 2 ga bo'linadi. Demak, bular ham o'zaro tub bo'lmaydi. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Demak, o'zaro tub bo'lish uchun e kubi 1 ga teng bo'lishi kerak. Yoki umumiy bo'lsa faqat 1 bo'lishi kerak. Boshqa sonlarga bo'linishi kerak emas. Agar boshqa sonlarga bo'linsa, u o'zaro tub son bo'lmaydi. Xo'p, 10-savolda ham 9-savolga kelibmiz. 9-savolda quyidagi mulohazalarning qaysi biri natural sonlarga nisbatan noto'g'risini topishimiz kerak ekan. Birinchisi, berilgan sonlarga bo'linadigan sonlarning eng kichigi bu sonlarning eng kichik umumiy karralisi bo'ladi deyapti. Bu to'g'ri. Chunki, masalan, 3 va 4 sonlariga bo'linadigan sonlar bular 12, 24, 36 shunday davom etib ketadi. Eng kichigi, demak, eng kichik umumiy karralisi bo'ladi, ya'ni 12 haqida gapiryapti. B'sida 3 hamda 4 ga bo'lingan son 12 ga ham bo'linadi. Demak, bo'linish belgilarida bu narsani o'rgandik. Ham 3 ga ham 4 ga bo'linsa, bu 12 ga bo'linadi. Ya'ni 3 bilan 4 o'zaro tub son. Demak, 12 ga bo'linish qoidasi ham 3 ga ham 4 ga bo'ladi ekan. C'da oxirgi raqami 0 yoki 4 bo'lgan son 4 ga bo'linadi. Demak, C variantimiz xato, chunki oxiri 0 yoki 4 bo'lsa, u 2 ga bo'linadi, 4 ga emas. Uning uchun ikkitadan raqami bo'lishi kerak edi. Xo'p, D'sini tekshirib qo'yadigan bo'lsak, oxirgi raqam 0 yoki 5 bo'lgan son 5 ga bo'linadi. Bu to'g'ri. E'sida faqat o'ziga va 1 ga bo'lingan birdan katta son tub son bo'ladi. Demak, tub sonni qoidasini aytayapti. O'ziga va 1 ga bo'lingan birdan katta son tub son. Bu ham to'g'ri. Xo'p, 10-savolga o'tadigan bo'lsak, qaysi juftlik o'zaro tub sonlardan iborat? Demak, 21 bilan 14. 21 bilan 14 bilamizki 7 ga bo'linadi, demak o'zaro tub bo'lmaydi. 21 bilan 10. 21 bilan 10 o'zaro tub bo'ladi, demak B variantimiz to'g'ri hisoblanadi ekan. 12 bilan 15 ikkalasi ham 3 ga bo'linadi, xato. Demak, o'zaro tub bo'lmaydi. 10 bilan 15 5 ga bo'linadi, bu ham o'zaro tub bo'lmaydi. 8 bilan 14 2 ga bo'linadi, bu ham o'zaro tub bo'lmaydi. Demak, to'g'ri variantimiz B variant ekan. Tushunarli bo'lish uchun hammasini ishlab ko'rsatib beryapman. Agar tushunmay qolgan joylar bo'lsa, kommentda yozib ketsanglar, tushuntirib berishga harakat qilaman. Xo'p, 11-savolda 8 va 12 sonlarining eng kichik umumiy karralisining natural bo'luvchilari nechta deyapti. Demak, bundan chiqqan javobni biz NBSga qo'yishimiz kerak ekan. 8 degani 2 ning kubi, 12 esa 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 3. Ekukini hisoblasak, umumiy bo'lganlarning darajasi kattasini olamiz va umumiy bo'lmaganlarni ham. 2 ning uchinchisi 8. Xo'p, buni hisoblashimiz shart emas. Bundan biz NBSga o'tib ketamiz. Demak, NBS ekukni hisoblaydigan bo'lsak, teng bo'ladi ekan 3 plus 1 1 plus 1. Hisoblasak 4 2 8 bo'ladi ekan. Demak, 8 va 12 ning ekukini topib, ekukini natural bo'luvchilarning sonini hisoblasak 8 ta bo'ladi ekan. Xo'p, 12-si 312 va 12 sonlarining umumiy bo'luvchilari nechta deyapti. Xo'p, bundan oldin sizlarga bitta qoida o'rgatgandim. Ya'ni ikkita son berilsa va ular bir-biriga bo'linsa, kattasi ekuk bo'ladi, kichigi ekub bo'ladi. 312 bilan 12 bir-biriga bo'linyapti va ekubi to'g'ridan to'g'ri 12 ni o'zi bo'ladi ekan. 12 ni tub ko'paytiruvchiga ajratsak, 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 3 bo'ladi. UBSni hisoblaydigan bo'lsak, 2 plus 1 1 plus 1. Javobimiz 6 bo'ladi ekan.
13-chi savol. 15 va 25 sonlarning eng kichik umumiy karralisining natural bo'luvchilarini toping deydi. Xuddi 11-misolga o'xshab. 15 bilan 25 ni ekukini hisoblaydigan bo'lsak, 15 degani 3 ko'paytirilgan 5, 25 esa 5 ning kvadrati. Ekuk hisoblaydigan bo'lsak, umumiy bo'lmaganlarni ham olamiz 3 va umumiy bo'lganlarning darajasi yuqori. 3 ko'paytirilgan 5 ning kvadrati. Xo'p, shundan nbsni hisoblaydigan bo'lsak, nbs teng bo'ladigan 1 plus 2 plus 1 ga, ya'ni 6 ga teng bo'ladi ekan. Misollar ishlashda davom etamiz. 14-misol. 21 va 35 sonlarining eng kichik umumiy karralisi bilan eng katta umumiy bo'luvchisining yig'indisini toping. Demak, birinchi o'rinda ekuk topamiz, undan keyin ekuk topamiz ekan. Xo'p, ekuk 21 teng bo'ladi ekan 3 ko'paytirilgan 7 ga, 35 teng bo'ladi ekan 5 ko'paytirilgan 7 ga. Shunda ekuki teng bo'ladi ekan. Xo'p, umumiy bo'lmaganlarni ham olamiz 3, 5 va umumiy bo'lganlarning darajasi esa kattasi bir xil bo'lgani uchun o'zini olamiz. Xo'p, hisoblab qo'ysak 15 7 ga ko'paytiradigan bo'lsak 105 bo'ladi ekan. Xo'p, ekubi. Xo'p, ekubda demak umumiy bo'lganlarni faqat o'zini olamiz, ya'ni 7 ni o'zini olamiz. Umumiy bo'lganlar darajasi kichkinasi bir xil bo'lgani uchun 7 ni o'zi. Demak, 105 ga qo'shamiz ekan 7 ni, bu degani 112 chiqadi. Xo'p, 15-savol. 270 va 300 sonlarining eng kichik umumiy karralisini 4 va 6 sonlarining eng kichik umumiy karralisiga nisbatini toping deyapti. Demak, 270 ni tub ko'paytiruvchilarga ajratamiz. 2 ga bo'lsam 135. Xo'p, 3 ga bo'lsam 45, yana 3 ga bo'lsam 15, yana 3 ga bo'lsam 5, 5 ga bo'lsam demak 1. Keyingisi 300 soni. Xo'p, 300 ni tub ko'paytirishga ajratishni boshlaymiz. 2 ga bo'lsam 150, 2 ga bo'lsam 75, hop 3 ga bo'lsam 25, 5 ga bo'lsam 5, 5 ga bo'lsam 1. Demak, 270 teng bo'ladi ekan 2 dan bitta, 3 dan 3 ta va 5 dan bitta. 300 soni teng bo'ladi ekan 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 5 ning kvadrati. Xo'p. Endi hisoblaymiz. Birinchi ekukini topadigan bo'lsak, buni umumiy bo'lganlarning darajasi kattasi, ya'ni 2 ning kvadrati, 3 ning kubi, 5 ning kvadratini olamiz. Xo'p, endi ekuk 4 va 6 sonlari uchun hisoblaydigan bo'lsak, 12 bo'ladi. Ya'ni buni yozadigan bo'lsak, 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 3 ning kubi ko'paytirilgan 5 ning kvadrati. Xo'p, buni yozadigan bo'lsak, 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 3. Xo'p, 2 ning kvadrati bilan 2 ning kvadrati 3 bilan 3 ning kubi qisqaradi. Shunda bizda 3 ning kvadrati ko'paytirilgan 5 ning kvadrati. Buni hisoblasak 225 bo'ladi. Ya'ni 3 kara 5 15 bo'ladi. 15 ning kvadrati bo'lyapti. Xo'p. Keyingi misol 16-misol. 16-misolda aytayaptiki, 24, 18 va 30 sonlarining eng kichik umumiy karralisini eng katta umumiy bo'luvchisiga nisbatini toping deyapti. Xo'p. Birinchi ekukni topadigan bo'lsak, 24 teng bo'ladi ekan 2 ning kubi ko'paytirilgan 3 ga. 18 teng bo'ladi ekan 2 ko'paytirilgan 3 ning kvadratiga. 30 teng bo'ladi ekan 2 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 5 ga. Shunda ekuki umumiy bo'lganlarning darajasi kattasi, ya'ni 2 ning kubi, 3 ning kvadrati va umumiy bo'lmaganlari ham. Ekubini hisoblaydigan bo'lsak, umumiy bo'lganlarning darajasi kichik. Demak, umumiy ikkalasida ham 2 bor va eng kichigi 1. 3 ikkalasida ham bor va uning darajasi ham 1. Demak, qisqartirib yuboradigan bo'lsak, 2 ning 4-chisi ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 2 ning 2-chisi ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 5 bo'ldi. Demak, hisoblasak 60 chiqadi ekan. Xo'p. 17-savolda 56 va 16 sonlarining umumiy bo'luvchilari nechta? Demak, ekubini topamiz. Ekubini topib
natural bo'luvchilar sonini hisoblaymiz ekan. Hop, 56 ni yozadigan bo'lsak, 2 ning kubi ko'paytirilgan 7. 16 ni yozadigan bo'lsak, 2 ning 4-si. Shunda e kubi teng bo'ladi ekan. Umumiy bo'lganlarning darajasi kichigini olamiz, 3 ta olamiz. Shunda u bo'lsa teng bo'ladi ekan 3 plus 1 ga. Bu degani 4. 18-si quyidagi tasdiqlarning qaysilari to'g'ri? Birinchisi, toq va juft sonlar doimo o'zaro tub. Demak, toq va juft sonlar doimo o'zaro tub deyapti. Bu xato hisoblanadi. Masalan, toq son 3, juft sonimiz 6. O'zaro tub bo'lmaydi. Ikkinchisida, ikkita juft son o'zaro tub bo'la olmaydi. Ikkinchisi to'g'ri, ikkita juft son hech qachon o'zaro tub bo'lmaydi, chunki ularni e kubi eng kamida 2 bo'lib qoladi. Uchinchisida, ikkita turli tub sonlar doimo o'zaro tub deyapti. Bu to'g'ri hisoblanadi. Ikkita turli tub son bo'lgandan keyin ularning umumiy bo'luvchisi faqat 1 ga teng bo'ladi. Xo'p, to'rtinchisi, ikkita ketma-ket natural sonlar doimo o'zaro tub. To'rtinchisi ham to'g'ri. Bu qoida ikkita ketma-ket kelgan natural son o'zaro tub sonlar hisoblanadi. Beshinchisi, 39 va 91 sonlari o'zaro tub. Beshinchisi xato, chunki ikkalasi ham 13 ga bo'linadi. Demak, bizda to'g'ri javoblar 2, 3 va 4 bo'ldi. Demak, D variantimiz to'g'ri bo'ladi ekan. Hop, 19-misolimiz. 76 va 96 sonlarining eng kichik umumiy karralisining eng katta umumiy bo'luvchisiga nisbatan toping debdi. Misolimizda ozgina xatolik bor ekan. Demak, 76 emas, 72 va 96 sonlarini ishlaymiz ekan. 72 ni tub ko'paytiruvchiga ajratamiz. Bu degani 2 ning kubi ko'paytirilgan 3 ning kvadrati. 96 ni tub ko'paytiruvchiga ajratamiz. 2 ning 5-si ko'paytirilgan 3. Xo'p, e kubni hisoblaydigan bo'lsak, umumiy bo'lganlarning darajasi kattasi 2 ikkalasida ham bor. Demak, 5-sini olamiz. 3 ikkalasida ham bor. 3 ning kvadratini olamiz. E kubida umumiy bo'lganlarning darajasi kichiklari 2 ning kubi va 3 ning birinchi darajasi. Qisqartirib yuboramiz. Demak, 2 ning kvadrati qoladi, 3 ning birinchisi qoladi. Hisoblasak 12 bo'ladi ekan. Misollar ishlashda davom etamiz. Keyingi misolimiz 20-misol. 18 va 12 sonlarining eng kichik umumiy karralisining eng katta umumiy bo'luvchisiga ko'paytmasini toping deyapti. Demak, e kubni topamiz birinchi. 18 soni teng bo'ladi ekan ko'paytirilgan 3 ning kvadratiga. 12 sonimiz esa 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 3 ga. Xo'p, ishlaydigan bo'lsak, birinchi e kubni topadigan bo'lsak, 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 3 ning kvadrati. Xo'p, e kub topadigan bo'lsak, e kubida 2 ko'paytirilgan 3 bo'ladi. Xo'p, hisoblaydigan bo'lsak, demak 2 ning kvadrati bizda 4 bo'ladi. 3 ning kvadrati 9, 4 ga 9 36, 36 ni 6 ga ko'paytirsak 216 bo'ladi. Shu joyda bir narsani eslatib o'tib ketay. Buni o'zini xossasi bor, ya'ni e kub bilan e kubni topmasdan turib. Agar ikki sonning e kub yoki e kub bilan e kubga berilgan bo'lsa, ularning ko'paytmasi shu sonlarning o'zini ko'paytmasiga teng. Ya'ni hozir 18 bilan 12, ya'ni e kub bilan e kubni topmasdan turib, maqsiy bo'ladigan 18 bilan 12 ni to'g'ridan to'g'ri bir-biriga ko'paytirsak ham shu javob bo'ladi ekan. Demak, xossa qanday ekan? Mn ni ko'paytmasi teng bo'ladi ekan e kub bilan e kubining ko'paytmasiga ekan. Keyingi savolimiz 21-savolda aytayaptiki, 9, 10, 22, 25 sonlar orasida nechta o'zaro tub sonlar jufti bor deyapti. Xo'p. Birinchi 9 bilan 10 ni o'zi o'zaro tub bo'ladi. Chunki ikkita ketma-ket kelgan natural son har doim, demak, o'zaro tub son hisoblanadi. 9 bilan 22 ham bo'ladi ekan. Chunki ikkalasida ham umumiy bo'luvchi yo'q. Undan keyingisi 9 bilan 25 ham bo'ladi. Xo'p, 10 bilan 22 bo'lmaydi, chunki ikkalasida 2 ga bo'luvchi bor. 10 bilan 25 ham bo'lmaydi, ikkalasida 5 bor. Undan keyingisi 22 bilan 25 bo'ladi ekan. Demak, jami 4 ta o'zaro tub son bor ekan. Xo'p, 22-savol. 108 va 135 sonlarining eng kichik umumiy karralisining 12 va 54 sonlarining eng kichik umumiy karralisiga nisbatini toping deyapti.
Demak, birinchi tub ko'paytiruvchilarga ajratib olamiz. Hop. 108 ni yozadigan bo'lsak, 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 3 ning kubi. 135 ni yozadigan bo'lsak, hop. Ning kubi ko'paytirilgan 5 bo'ladi ekan. Hop. Ekukni topadigan bo'lsak, umumiylarning darajasi kichiklari olinadi va umumiy bo'lmaganlar ham. Demak, umumiy bo'lmaganlar 2 ning kvadrati bor. Umumiy bo'lganlar 3 ning kubi bir xil ekan va umumiy bo'lmagani 5 bor. 12 bilan 54 uchun ekuk topamiz. Demak, 12 teng bo'ladi ekan 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 3 ga 54 teng bo'ladi ekan 2 ko'paytirilgan 3 ning kubiga. Demak, ekuk hisoblayotganimiz umumiylarning darajasi kattasini olamiz. Ikkalasida ham 2 bor ekan. Demak, 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 3 ning kubi bo'ladi ekan. 3 ning kubi bilan 3 ning kubi 2 ning kvadrati bilan 2 ning kvadrati qisqarib ketib, javobimiz 5 chiqadi ekan. Xo'p, keyingi savolimiz 23-savol. Ikki sonning ko'paytmasi 294 ga, ularning eng katta umumiy bo'luvchisi 7 ga, bu sonlarning eng kichik umumiy kattalisini toping deyapti. Boya aytib o'tdim, berilgan sonlarda demak, ekub bilan ekuk ko'paytmasi shu sonlarning o'zining ko'paytmasiga teng ekan. Demak, 294 teng bo'ladi ekan 7 ko'paytirilgan k ga. Xo'p, shu yerdan ekuk topadigan bo'lsak, 42 bo'ladi ekan. Demak, bu sonlarning ekugi 42 ga teng ekan. Xo'p, 24-savolda dastlabki 30 ta natural sonlar ichida 6 soni bilan o'zaro tub bo'lgan sonlar nechta? Xo'p, 30 gacha 6 bilan juftlab chiqamiz. Xo'p, 2 bilan bo'lmaydi, 3 bilan bo'lmaydi, 4 bilan bo'lmaydi, 5 bilan 6 bo'ladi ekan birinchisi. Demak, 5 bilan 6 o'zaro tub hisoblanadi ekan. Undan keyingisi 6 bilan 7 bo'ladi ekan. 8 bilan bo'lmaydi, 9 bilan bo'lmaydi, 10 bilan ham bo'lmaydi, 11 bilan o'zaro tub bo'ladi ekan. Undan keyingisi 6 bilan 13. Undan keyingisi esa 6 bilan 17. 6 bilan 19. Hop, 20, 21 bo'lmaydi va 6 bilan 23 bo'ladi. Hop, 24 bo'lmaydi. 25 bo'ladi o'zaro tub. Hop, 27 ham bo'lmaydi, 28 ham bo'lmaydi va 29 bo'ladi ekan. Jami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta o'zaro tub sonlar bor ekan. Hop, 25-savol. Natural bo'luvchilar sonini hisoblang deyapti. 36 natural bo'luvchilar sonini topishimiz uchun birinchi o'rinda uni tub ko'paytiruvchilarga ajratamiz. Tub ko'paytiruvchilarga ajratadigan bo'lsak, 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 3 ning kvadrati bo'ladi. Hop, biz hisoblayotganimizda darajaga 1 ni qo'shib ko'paytirar edik. Javobimiz 9 bo'ladi ekan. 26-savolda 4 va 8 kesmada nechta o'zaro tub sonlar jufti bor deyapti. Hop, birinchi 4 bilan juftlab chiqadigan bo'lsak. Hop, 4 soni bilan bizda 5 bo'ladi va 4 soni bilan 7 bo'ladi ekan. Endi 5 soni bilan 6 bo'ladi ekan, 5 soni bilan 7 bo'ladi ekan va 5 soni bilan 8 bo'ladi ekan. Undan keyingisi 6 soni bilan 7 bo'ladi. Hop, 6 soni bilan 8 bo'lmaydi, 7 bilan 8 bo'ladi ekan. Hop. E'tibor berayotgan bo'lsanglar, eng kichkinasidan boshladim va kattasiga qarab harakatlanyapmiz. Ya'ni o'rtasidan boshlamadim. 5 bilan yo 6 bilan. Matematikada boya aytib o'tganimdek, tartib bilan ishlash ma'qulroq. Eng kichigidan boshladim, 4 dan boshladikmi? Demak, 4 bilan hosil qilish mumkin bo'lgan o'zaro tub sonlarni hammasini yozib oldim. Keyingisi 5 ga o'tdik. 5 bilan hosil qilish mumkin bo'lgan barcha o'zaro tub sonlarni yozib oldik. Shu tartibda 6, 7 va 8 gacha yetib keldik. Demak, 5 ta, 2 ta, jami 7 ta o'zaro tub son mavjud ekan. Oxirgi misolimiz, ya'ni 27-misol.
8n plus 2 ko'paytirilgan 12 n minus 3 ko'paytmaning natural bo'luvchilar soni 42 ga teng bo'lsa, u nechaga teng bo'ladi deyapti. Hop, birinchi nabasani topish uchun tub ko'paytuvchilarga ajratardik. Soddalashtiradigan bo'lsam, 8 da, hop, bu yerda bilishimiz kerak bo'lgan qoidalar bor, ya'ni darajalar. Bundan oldingi mavzuda ham tushuntirib o'tgandim. Masalan, 2 ni 3-darajasi, uni ustida 2-daraja keladigan bo'lsa, ular ko'paytiriladi, ya'ni 3 ko'paytirilgan 2, ya'ni 2 ning 6-darajasi bo'ladi. Bu yerda ham xuddi shunday ishlaymiz. Ya'ni 8 ni yozaman 2 ning 3-si, shuni n plus 2-si. Va yana bitta qoida, agar qanaqadir a ko'paytirilgan b ni n-darajasi bo'ladigan bo'lsa, a ni n-si ko'paytirilgan b ni n-si bo'ladi. 12 da ham xuddi shunday yozamiz. Ya'ni 3 ko'paytirilgan 4. Demak, 4 da ham 2 ning kvadrati deb yozaman. Shunda n minus 3-si ko'paytirilgan 3 ning n minus 3-si. Mana 3 kara 4 bo'lyapti. Faqat 4 ni shaklini o'zgartirib yozdim. Xo'p, soddalashtiradigan bo'lsak, 2 ni 3n plus 6-si ko'paytirilgan 2 ni 2n minus 6-si ko'paytirilgan 3n minus 3-si. Xo'p, endi yana bitta qoida bor. Agar asoslari bir xil bo'lsa, ya'ni a ni n-si ko'paytirilgan a ni m-si bo'ladigan bo'lsa, darajalar qo'shiladi. Demak, o'tilmagan mavzu bo'lgani uchun qoidalarni, formulalarni yozib beryapman. Tushunib olasizlar degan umiddaman. Demak, asoslari bir xil ekan, darajalarni qo'shamiz. 2. Hop. 3n plus 6 plus 2n minus 6 ko'paytirilgan 3n minus 3. Xo'p, bu yerda demak, soddalashtirishimizda o'xshash hadlar bor. Ya'ni n'lari bir xil bo'ladigan bo'lsa, ularning oldidagi koeffitsiyentlarni hisoblayman. Hisoblaydigan bo'lsam, 2, 3 ta n ga 2 ta n ni qo'shsam, 5 ta n bo'ladi. Plus 6 minus 6 qarama-qarshi sonlar, yig'indisi 0 bo'ladi. Ko'paytirilgan 3 n minus 3. Xo'p, tub ko'paytuvchiga ajratib oldik. Endi nbsini formulasiga qo'yaman. Nbsida aytardiki, tub ko'paytuvchilarning darajasiga 1 ni qo'shib ko'paytirib deyapti. Demak, 5n plus 1 ni ko'paytirishim kerak ekan. n minus 3 plus 1 ga. Shu teng bo'ladi ekan 42 ga. Xo'p. Buni ko'paytirib ishlaydigan bo'lsak, bizda hosil bo'layotgan 5n kvadrat minus 9n minus 2 teng 42. Xo'p. Bu mavzu ham o'tilmagan. Agar mabodo tushunmagan bo'lsanglar, hech qisi yo'q. Keyingi darslarda chuqurroq o'tamiz. Ya'ni ko'p xatni ko'p xatga ko'paytirish mavzusi bu. Va undan keyin hosil bo'lgan misolimiz ham kvadrat tenglama bo'lib qoldi. Kvadrat tenglama ham afsuski o'tilmagan. Undan keyingi mavzularda o'tiladi. Xo'p. Demak, shu kvadrat tenglamani ishlaydigan bo'lsak, bizda javobimiz bittasi manfiy chiqib qoladi ekan, manfiy va kasr holatda bo'lib qoladi. Bittasi esa musbat son, ya'ni 4 chiqadi ekan. Demak, n'im 4 bo'lish kerak ekan. Xo'p. Biz bilamizki, oq to'plamda demak, o'tilmagan mavzulardan ham misollar tushadi. Shuning uchun bunaqa misollar kelsa, xohlasanglar tashlab ketinglar, xohlasanglar belgilab qo'yinglar. Ya'ni kvadrat tenglama ko'p xatlarni o'tganimizdan keyin qaytib ishlashinglar mumkin. Hozircha tushunishga harakat qilinglar. Kvadrat tenglamani ishlashni bilsanglar, bu muammoli misol emas. Demak, qoidasi nima ekan? NBSni topish uchun tub ko'paytuvchilarga ajratamiz ekan. Tub ko'paytuvchilardan demak NBSga qo'yib ishlaymiz ekan. Xo'p. Endi sizlarga NB'ni tushuntirib bersam, NB nima degani? Natural bo'luvchilar yig'indisini topish. Xo'p, boya 36 sonini natural bo'luvchilar sonini topadik. Endi shu 36 sonini natural bo'luvchilar yig'indisini hisoblasak. Xo'p.
birinchi o'rinda 36 ni tub ko'paytiruvchilarga ajratamiz. Tub ko'paytiruvchiga ajratsak, demak 2 ning kvadrati ko'paytirilgan 3 ning kvadrati bo'ladi. Va har bir tub ko'paytiruvchi uchun alohida formula yozamiz. NB'niga. Demak, 2 ning kvadrati turibdi. 2 ning kvadratini olamiz. Uni darajasiga 1 qo'shamiz ekan. Asosidan demak 1 ayiramiz va asosidan 1 ni ayirganimizga bo'laveramiz. Ko'paytiramiz. Ikkinchi tub ko'paytiruvchida ham xuddi shu tartibda ketadi. Demak, 3 ning kvadrati, uni darajasiga 1 qo'shamiz, asosidan 1 ayiramiz va shuni asosidan 1 ayirganimizga bo'lib yuboramiz. Endi hisoblasak. 2 ga 1 qo'shsam 3, 2 ning 3-inchisi 8, 8 minus 1, 2 minus 1. Ko'paytirilgan. 2 plus 1 3 bo'ladi. 3 ning 3-inchisi 27, 27 minus 1, 3 minus 1. Xo'p, 8 dan 1 ayiradigan bo'lsak 7, 2 dan 1 ayirsak 1. Ko'paytirilgan. 27 dan 1 ayirsak 26, 3 dan 1 ayirsak 2. Xo'p, 26 bilan 2 ni qisqartirsak, bunda 13 qoldi. Demak, mahraj 1 tashlab yuboramiz. 7 ni 13 ga ko'paytiradigan bo'lsak, demak 7 ko'paytirilgan 13, bu degani 91. Natural bo'luvchilar yig'indisi 91 bo'lar ekan. Shu joyda bu qayerdan kelganini ham tushuntirib o'tib ketaman. Ya'ni 36 ni biz bo'lishimiz mumkin ekan uni 1 ga, 2 ga, 3 ga, 4 ga, 6 ga, 9 ga, 12 ga, 18 ga va 36 ni o'ziga. Xo'p, natural bo'luvchilar sonini topadigan bo'lsak, boya 9 ta chiqadi. Sanasak ham 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta. O'sha NB'si qayerdan kelib chiqqan? Mana xuddi shuni maydalab yozmaymiz ekan. NB'siga to'g'ridan-to'g'ri formulaga qo'ysak, shuni chiqarib beradi ekan. Ya'ni 9 ta sonni chiqarib beradi ekan. Endi NB shularni yig'indisini hisoblab beradi ekan. NB'ni hisoblaydigan bo'lsak, 1 ga 2 ni qo'ysak 3, 3, 3, 6, 4 qo'ysam 10, 16, 25, 37. Xo'p, 55, 55 ga 36 ni qo'ysam 91. Haqiqatdan mana shularning yig'indisi 91 bo'ldi ekan. Umid qilaman sizlarga NBS va NB'ni tushuntirib bera oldim. Agar UBY kelib qolsa, ya'ni ikkita son uchun UBYni hisoblash uchun ham nima qilinadi? Ya'ni bu nima degani? Umumiy bo'luvchilar yig'indisi. Boya umumiy bo'luvchilar sonini topadik, endi umumiy bo'luvchilar yig'indisi. Qanaqadir mn soni uchun UBYni hisobla desa, birinchi o'rinda demak E kubini topamiz. Va E kubini NB'sini hisoblaymiz. Xo'p, NB'ni hisoblash mana yuqorida o'rgandik. Bu sizlarga uyga vazifa bo'ladi. Biron bir ikkita sonni tanlab, demak UBYni hisoblab ko'ringlar. Xo'p, NB'ni asosiy formulasini yozib beraman. Agar qanaqadir A soni 2 darajasida A ko'paytirilgan 3 darajasida B shu tartibda ketgan bo'lsa, xo'p, NB'y A teng bo'lar ekan 2 darajasiga 1 qo'shib, asosdan 1 ayirib, demak asosdan 1 ayirganimizga bo'laveramiz. Ko'paytiramiz ekan. 3 darajasiga 1 qo'shib, asosdan 1 da ayirib, asosdan 1 ayirganimizga ko'paytirib yuboramiz. Va shu tartibda davom etib ketadi ekan. Xo'p, misollarni ishlab bo'ldik. Mavzu tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Hatto kamchiliklar bo'lsa yoki qayerdadir osonroq ishlanadigan misol yo'llari bo'lsa, kommentda yozib ketinglar. Tushunmagan savolinglar bo'lsa ham kommentda yozsanglar, javob berishga harakat qilaman.